Sud qonun ustuvorligi va adolatni ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan tizimdir. Ushbu sohada halollik, xolislik va vijdon bilan xizmat qilgan faxriy sudyalar hayot yo'li esa yosh avlod uchun ibrat maktabi hisoblanadi. Ana shunday insonlardan biri sud faxriysi G'ozixon Yahyoxo'jayevning sermazmun kasbiy faoliyati haqidagi lavhamizni e'tiboringizga havola etamiz. Sudyalik sharafli, ammo mashaqqatli ham. Adolatning tili, vijdonning ko'zgusi inson qismatini hal etadi. Ya'ni har qanday sharoitda qonun ustuvorligini ta'minlash bo'lsa, ayrim holatlarda ana shu qonundan chiqmagan holda o'qilgan hukm qachondir o'z so'zini aytadi. Inson sabr toqatli bo'lish kerak. Sudya ko'p gapirmaslik kerak. Eshitish kerak, chiroyli xulosa qilish kerak. Ana shu qilgan xulosangiz adolatli bo'lsa, hamma xursand bo'ladi. O'sha sudlangan shaxs ham o'lguncha esidan chiqarmay xursand bo'lib yuradi. 53 yildan beri shu tizimda ishlayman. Hamma odam shu rahmatini aytadi, tashakkurini aytadi. Kechagi kundan afsuslanmaslik, aksincha yaxshi xotiralar bilan eslashlik insonning umrining bezagidir. Yangi Qo'rg'onlik sud faxriysi G'ozixon Yahyoxo'jayev ish faoliyatini viloyatning Norin tumanida boshlagan va bugun aksar norinliklar bu insonni adolatli qarorlari, balki yaxshi rahbar, fidoyi inson sifatida ham eslashadi. Boisi u vaqtlarda hatto tuman sudining ma'muriy binosi ham bo'lmagan. Sabr, kasbga bo'lgan muhabbat sabab ana shu mashaqqatli yo'l bosib o'tilgan. Norin rayoniga dastlab 87-yilda sud bo'lib borganida sudning idorasi ham yo'q ekan. Sud pilaxonani bitta ikkita xonasida faoliyat ko'rsatar ekan. Shu rayon partiya komitetining sekretari bilan spolkom raisi bilan kelishgan holda o'sha yerga 70 yildan beri bo'lmagan sudning binosini biz barpo qilganmiz. Bugungi yosh avlod ana shunday o'z kasbining fidoyisi bo'lgan insonlardan ko'proq tajriba olishlari, pand nasihatlariga amal qilishlari ularni ham komillikka yetaklashi shubhasiz. Inson, ayniqsa ota, o'z oilasida ham ana shunday kasbiy mahorat bilan ham farzandlariga namuna bo'la oldi. Hozirda farzandlari ota kasbini davom ettirmoqda. Nasib qilganiga mana ota kasbini egallab, hozirgi kunda shu sudyalik lavozimida ishlab kelyapmiz. Eng ko'p nasihat qiladiganlari hozirgacha aytali, hozir ham aytib keladi. Birinchi navbatda xalq dardini tinglasan, oldinga inson hech qachon bir havas uchun kelmaydi. Sud tizimiga faqat umid, ishonch, shu adolat izlab keladi. Shuning uchun hech bo'lmasa shuni oxirigacha tingla dardini. Eng sani yutug'ing shu bo'ladi dedilar. Ana shunday sermazmun va ibratli hayot yo'lini bosib o'tgan inson ta'lim olgan Yangi Qo'rg'on tumanidagi 27-sonli maktabda 3 avlod uchrashuvi doirasida O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi hamda Sudyalar Oliy kengashi Namangan viloyat sudi tomonidan G'ozixon Yahyoxo'jayev ishtirokida uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda tuman nuroniylar, safdoshlari, sinfdoshlari, shogirdlar va yosh avlod vakillari ishtirok etdilar. Keksa avlod vakillari yoshlik davrlarini sinf xonalarida davom ettirdilar. Mana yoningizda yana zo'r sinfdoshlar paydo bo'ldi. Yangi. Hammamiz xursandmiz. Umida Qo'shoq va Zamon informatsion dasturi uchun Namangandan.